Assalomu alaykum hurmatli o'rtoqlar. Mana 6-mart ro'zani 6-kuni ishimizni ham boshlavordik. Mana har doimgi oladigan kasalimiz Qobil bilan Bekchamboy. Avval ham aytganman. Bu kishi juda osmoidnik komponent nafas qisish bilan kelgandi 2-3 yil oldin. Mana davolanib, Xudoga behisob shukr, hozir juda ham yaxshilar. Har 6 oyda, har 3 oyda lechini olib ketadilar. Men sizlarga nimalaringga aytganman, ketotifin haqida ozgina tushuncha berib o'tganman. Mana shu ketotifinni hozir so'radim. Kecha ichdingizmi? Ha, ichyapman. Sizlarga endi bir nimalik qilay. Masalan, xronический bronxit, ORV, yo'tal bilan kechganda men eng yaxshi ko'rgan tabletkam ketotifin antigistaminniy membranostabilizujchi tabletka deganman. И ascoril, отхаркивающий муколитик, eng zo'r nima sirop ascoril. Kunlaringiz yaxshi o'tsin, sog'lik salomatlikda ko'rishguncha azizlarim. Mana kapillarni olmoqdalar. Sog'lik salomatlik, hammangizni yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar.